Bugun men ko'p xonadonli uyda yashaydigan har bir odamga tegishli bo'lgan juda muhim masalani tushuntiraman. Gap kvartiraning kirish eshigi haqida ketmoqda. Aynan o'sha temir eshik ko'pchilik o'zimning kvartiram. Xohlagan eshikni qo'yaman deb o'ylaydigan eshik haqida. Endi ayrim holatlarda bunday eshiklarni majburan olib qo'yishlari, qayta o'rnatishni talab qilishlari yoki eski holatga keltirishga majbur qilishlari mumkin. Bu ma'lumot sizning uyingiz, xavfsizligingiz, qo'shnilaringiz bilan munosabatingiz va hatto xarajatlaringizga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday mavzularni oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Avval ko'p odamlar shunday yo'l tutagan. Eski yog'och eshikni olib tashlagan, o'rniga qalin temir eshik qo'ygan. Ba'zan eshikni tashqariga ochiladigan qilib o'rnatgan. Ba'zan eshik romini yo'lak tomonga chiqarib, kirish joyini kengaytirgan. Kimdir qo'shimcha panjara qo'ygan, kimdir tambur eshik o'rnatgan. Kimdir ikki kvartira oldidagi umumiy maydonni yopib olgan. Bularning hammasi ko'pincha xavfsizlik uchun, o'g'rilardan himoyalanish uchun, shamol kirmasin, bolalar velosipedni qo'yib turamiz degan sabablar bilan qilingan. Lekin ko'p qavatli uyda kvartira eshigi faqat sizning shaxsiy qulayligingiz masalasi emas. U umumiy yo'lak, evakuatsiya yo'li, yong'in xavfsizligi, qo'shnining erkin harakatlanishi, tez yordam, yong'in o'chirish xizmati va boshqa favqulodda holatlar bilan bog'liq. Mana shu joyda muammo boshlanadi. Agar eshik tashqariga ochilganda yo'lakni to'sib qo'ysa, zinapoyaga chiqishni qiyinlashtirsa, qo'shnining eshigini berkitib qo'ysa, evakuatsiya yo'lini toraytirsa yoki umumiy mulk hisoblangan joyni egallab olsa, bunday eshik qonuniy muammo tug'diradi. Oldin bu masalaga ko'p hollarda ko'z yumilgan. Uy-joy mulkdorlari shirkati yoki boshqaruv kompaniyasi aralashmagan. Qo'shnilar ham janjal chiqarmaslik uchun indamagan. Lekin yong'in xavfsizligi talablari, ko'p qavatli uylarda umumiy mulkdan foydalanish tartibi va favqulodda vaziyatlar xavfi kuchaygani sari bunday o'zboshimchalik bilan o'rnatilgan eshiklar bo'yicha talablar ham qat'iylashmoqda. Ya'ni endi meniki xohlaganimni qilaman degan yondashuv ishlamasligi mumkin. Asosiy o'zgarish shundaki, kvartira eshigi endi faqat ichki ta'mir elementi sifatida qaralmayapti. Agar u umumiy yo'lakka, zinapoyaga, evakuatsiya yo'lga yoki qo'shni xonadonlarning huquqlariga ta'sir qilsa, u umumiy xavfsizlik masalasiga aylanadi. Men buni oddiy qilib aytaman. Eshik sizning mulkingiz bo'lishi mumkin, lekin uning ochilish yo'nalishi, egallagan joyi va umumiy hududga ta'siri faqat sizning xohishingiz bilan hal qilinmaydi. Masalan, siz eshikni tashqariga ochiladigan qilib qo'ydingiz. Odatda odamlar buni xavfsizroq deb o'ylaydi. Chunki tashqariga ochiladigan eshikni ichkariga tepib ochish qiyinroq. Lekin agar shu eshik ochilganda umumiy yo'lakning yarmini to'sib qo'ysa, yon qo'shnining eshigi ochilishiga xalaqit bersa yoki yong'in paytida odamlar yugurib chiqadigan yo'lni to'sib qo'ysa, bu endi xavfsizlik emas, aksincha xavf manbai hisoblanadi. Yana bir holat. Ayrim uylarning eski loyihasida eshik ichkariga ochiladigan qilib rejalashtirilgan. Keyin egasi ta'mir qilayotganda temir eshikni tashqariga ochiladigan qilib qo'yadi. Shu bilan birga eshik qanoti ochilganda lift oldidagi maydonni yopib qo'yadi. Oddiy kunda bu bilinmasligi mumkin. Lekin kechasi yong'in chiqsa, tutun bosgan yo'lakda odamlar bir-birini ko'rmay qolganda, ochiq turgan bitta eshik ham jiddiy to'siq aylanadi. Shu sababli nazorat organlari yoki boshqaruv tashkiloti bunday eshikni olib tashlash, yo'nalishni o'zgartirish yoki loyiha talablariga moslashtirishni talab qilishi mumkin. Birinchi navbatda eshigi tashqariga ochiladigan va ochilganda umumiy yo'lakni sezilarli toraytiradigan xonadon egalari e'tiborli bo'lishi kerak. Agar sizning eshigingiz ochilganda odam bemalol o'ta olmasa, bolalar aravachasi, nogironlar aravachasi yoki zambil bilan o'tish qiyin bo'lsa, bu muammo. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Yo'lak eni 20 sm, eshik qanoti esa 90 sm. Eshik to'liq ochilganda atigi 3 sm joy qoladi. Bunday joydan odam yonboshlab o'tadi. Zambil esa umuman o'tmaydi. Favqulodda holatda bu juda xavfli. Ikkinchi toifa umumiy tamburni yopib olganlar. Masalan, 2 yoki 3 ta kvartira oldidagi maydon bor. Aslida bu joy umumiy foydalanish hududi. Lekin kimdir temir panjara yoki qo'shimcha eshik qo'yib, bu bizning tamburimiz deb olgan. Ichiga shkaf, oyoq kiyim, velosiped, bolalar aravachasi, eski
qurilish materiallari qo'yilgan. Bu joy umumiy mulk bo'lishi mumkin. Demak, uni egallab olish uchun boshqa mulkdorlarning roziligi, tegishli tartib va xavfsizlik talablari kerak bo'ladi. Aks holda bunday panjara yoki eshikni olib tashlash talab qilinadi. 3-toifa eshik romini umumiy yo'lak tomonga chiqarib yuborganlar. Ba'zi ustalar kirish joyini kengaytiramiz. Davrni biroz oldinga olamiz. Eshik yanada chiroyli turadi deb eshik blokini loyihadagi chiziqdan tashqariga chiqaradi. Natijada kvartira bir necha santimetr yoki hatto 20-30 santimetr umumiy maydonni egallab oladi. Kimdir bu juda oz joyku deydi. Lekin ko'p qavatli uyda umumiy maydon hammaga tegishli. Siz 20 santimetr oldinga chiqsangiz, yuqoridagi yoki pastdagi qo'shni ham shunday qilsa, yo'lakning shakli o'zgaradi. Evakuatsiya yo'li torayadi. Uy loyihasidagi xavfsizlik hisoblari buziladi. 4-toifa qo'shnining eshigi bilan to'qnashadigan eshik egalari. Masalan, 2 kvartira eshigi yonma-yon joylashgan, ikkalasi ham tashqariga ochiladi. Agar bir vaqtning o'zida ochilsa, eshiklar uriladi yoki bir ikkinchisini yopib qo'yadi. Tasavvur qiling, bir kvartirada yong'in chiqdi, odam tashqariga chiqmoqchi, lekin qo'shnining eshigi ochiq turgani uchun o'z eshigini to'liq ocha olmaydi. Bu nazariy gap emas, real xavf. Shuning uchun bunday joylarda eshik yo'nalishi juda muhim. Agar sizning eshigingiz loyiha bo'yicha o'rnatilgan bo'lsa, umumiy yo'lakka chiqmagan bo'lsa, ochilganda hech kimga xalaqit bermasa, evakuatsiya yo'lini to'smasa va qo'shnilar huquqini buzmasa, odatda xavotirga katta asos yo'q. Masalan, eshik ichkariga ochiladi, rom eski joyda turibdi. Qo'shimcha panjara yo'q, umumiy maydon egallanmagan. Bunday holatda eshikning temir yoki yog'ochligi, rangi, bezagi, qulfi asosan sizning tanlovingiz bo'ladi. Lekin men baribir bitta narsani tavsiya qilaman. Menda hammasi joyida deb o'ylasangiz ham, eshigingizga tashqaridan bir marta mutaxassis ko'zi bilan qarang. Eshik ochilganda yo'lakda qancha joy qoladi? Qo'shnining eshigiga tegmaydimi? Zinapoya tomonga chiqishni yopmaydimi? Lift oldidagi harakatni cheklamaydimi? Ba'zan odam o'z eshigiga har kuni qarayverib, muammoni sezmay qoladi. Birinchi misol. 9 qavatli uyda birinchi qavatdagi xonadon egasi qalin temir eshik o'rnatadi. Eshik tashqariga, ya'ni zinapoya maydonchasiga ochiladi. Eshik ochilganda zinapoyadan tushayotgan odam to'xtab kutishi kerak bo'ladi. Bir kuni yuqori qavatda yashovchi keksa, ayol tez yordam bilan olib chiqilayotganda zambil aynan shu joyda burila olmaydi. Shundan keyin qo'shnilar boshqaruv kompaniyasiga murojaat qiladi. Tekshiruvda eshik evakuatsiya va harakat yo'liga xalaqit berishi aniqlanadi. Xonadon egasiga eshikni ichkariga ochiladigan qilish yoki konstruksiyani o'zgartirish talabi qo'yiladi. Egasi men cheksiz million so'mga qo'yganman deydi. Lekin xarajat qilgani qoidabuzarlikni qonuniy qilmaydi. Ikkinchi misol. Yangi qurilgan uyda 3 ta kvartira bitta umumiy maydonga qaraydi. 2 qo'shni kelishib, temir panjara qo'yadi va ichkariga javon o'rnatadi. 3-qo'shni avval indamaydi. Keyin kvartirasini sotmoqchi bo'lganida xaridor tambur yopilganini ko'rib, hujjat so'raydi. Hujjat yo'q, rozilik yo'q, yong'in xavfsizligi xulosasi yo'q. Natijada nizoli holat yuzaga keladi. 3-qo'shni umumiy mulkdan foydalanish huquqi buzilganini aytib shikoyat qiladi. Bunday holatda panjarani olib tashlash talabi qo'yilishi mumkin. Chunki umumiy joyni 2 kishi kelishib egallashi yetarli emas. 3-misol. Bir xonadon egasi eshikni almashtirayotganda ustaga romni tashqariga chiqarib o'rnating, ichkarida joy ko'proq bo'lsin deydi. Natijada eshik 15 santimetr yo'lak tomonga siljiydi. Bir qaraganda mayda narsa. Lekin pastki qavatdagi boshqa odam ham shunday qiladi. Keyin yana boshqalar. Uy bo'yicha tekshiruv bo'lganda bir nechta eshik umumiy yo'lak chizig'idan chiqqani aniqlanadi. Har bir xonadon egasiga eski loyiha holatiga qaytarish bo'yicha ko'rsatma beriladi. Bu esa yana ustaga pul, yangi rom, bo'yoq, ta'mir va vaqt degani. 4-misol. Qo'shni eshikni tashqariga ochiladigan qilib qo'ygan. Lekin har kuni eshikni ochiq qoldiradi. Sababi uyda yosh bolalar bor, havo aylansin deydi. Natijada yo'lakdan o'tgan odamlar har safar eshikni aylanib o'tadi. Bir kuni pastki qavatdan ko'tarilgan odam qo'lida katta sumka bilan kelib ochiq eshikka urilib ketadi. Oddiy maishiy janjal boshlanadi. Keyin masala o'rganilganda eshikning o'zi ham noto'g'ri o'rnatilgani ma'lum bo'ladi. Demak, muammo faqat qo'shni bilan kelishmovchilik emas, balki xavfsizlik talabi ham bo'lishi mumkin. Bu yerda juda muhim bir nuqtani tushuntiraman. Hamma tashqariga ochiladigan
eshik avtomatik ravishda noqonuniy degani emas. Masala eshikning ochilish yo'nalishi, joylashuvi, yo'lakeni qo'shni eshiklar bilan masofa. Evakuatsiya yo'liga ta'siri va uy loyihasiga mosligida. Ba'zi uylarda eshik tashqariga ochilishi xavf tug'dirmasligi mumkin. Masalan, yo'lak keng eshik burchakda joylashgan. Ochilganda umumiy harakat yo'lini yopmaydi. Bunday holatda alohida baholash kerak. Yana bir nozik masala, eski uylar va yangi uylar bir xil emas. Eski panel uylarda yo'laklar tor, zinapoya maydonchalari kichik, eshiklar bir-biriga yaqin joylashgan bo'ladi. Yangi uylarda esa ba'zan yo'lak kengroq, lekin lift oldi, yong'in chiqish yo'li, texnik shkaflar va muhandislik kommunikatsiyalari bor. Shuning uchun qo'shnim qo'ygan, men ham qo'yaman degan mantiq xato. Qo'shningizning eshigi xavfsiz bo'lishi mumkin, sizniki esa aynan joylashuv sababli muammo tug'diradi. Uchinchi nozik masala, eshikni o'rnatgan usta javobgarlikni sizning o'rningizga olmaydi. Usta ko'pincha hamma shunday qilyapti. Hech kim tegmaydi, bu yaxshi variant dedi. Lekin ertaga shikoyat bo'lsa, tekshiruv kelsa, sudga borilsa yoki boshqaruv tashkiloti talab qo'ysa, usta emas, xonadon egasi javob beradi. Chunki mulkdor sifatida siz umumiy mulkdan foydalanish qoidalariga rioya qilishingiz kerak. 4-nozik masala. Agar eshik allaqachon ko'p yildan beri turgan bo'lsa ham, bu uning abadiy qonuniyligini anglatmaydi. Bu eshik 10 yildan beri turibdi. Hech kim gapirmagan degan dalil har doim ham yetarli emas. Agar u yong'in xavfsizligiga zid bo'lsa yoki qo'shnining huquqini buzsa, bugun ham masala ko'tarilishi mumkin. Ayniqsa uyda yangi boshqaruv kompaniyasi ish boshlasa, qo'shnilar almashsa, favqulodda holat yuz bersa yoki uy bo'yicha tekshiruv o'tkazilsa, avval e'tiborsiz qolgan muammo qayta ko'riladi. Ba'zan odamlar men eshikni tashqariga ochiladigan qilib qo'ydim, chunki ichkarida joy yo'q deydi. Haqiqatan ham ayrim kvartiralarda koridor juda tor, ichkariga ochiladigan eshik shkafga, davrga yoki ichki eshikka urilishi mumkin. Lekin qulaylik xavfsizlik talabidan ustun turmaydi. Bunday holatda yechim izlash kerak. Eshik konstruksiyasini o'zgartirish, ochilish burchagini cheklash, ichki rejalashtirishni moslashtirish yoki mutaxassisdan loyiha bo'yicha maslahat olish mumkin. Shunchaki yo'lakni egallab qo'yish eng oson, lekin eng xavfli yo'l bo'lishi mumkin. Yana bir bahsli holat. Qo'shnilar og'zaki rozi bo'lgan. Masalan, ikki qo'shni mayli tambur qilaveramiz deb kelishgan. Bugun rozi bo'lgan qo'shni ertaga kvartirasini sotadi, yangi egasi esa rozi bo'lmasligi mumkin. Yoki hozir hech kim e'tiroz bildirmaydi. Lekin yong'in xavfsizligi bo'yicha tekshiruv kelganda og'zaki rozilik hech narsani hal qilmaydi. Umumiy mulk masalasida hujjat, tartib, qaror va xavfsizlik talablari muhim. Yana bir masala. Ayrim odamlar eshik oldiga oyoq kiyim javoni, gaz ballon, qurilish materiallari, bolalar aravachasi, velosiped qo'yadi. Bu eshikning o'zi bilan birga yanada katta xavf tug'diradi. Yong'in paytida tutun bosgan joyda odam qo'qilib yiqilishi mumkin. Tez yordam xodimlari zambil olib o'tolmasligi mumkin. Hatto kichik javon ham favqulodda vaziyatda katta to'siqqa aylanadi. Shuning uchun faqat eshik emas, eshik atrofidagi umumiy maydon ham tartibli bo'lishi kerak. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, eshigingizni tekshiring. Uni to'liq oching va yo'lakda qancha joy qolishini ko'ring. Qo'shnining eshigi ochilishiga xalaqit beryaptimi? Zinapoya yoki lift tomonga yo'lni to'syaptimi? Odamlar bemalol o'ta oladimi? Shuni baholang. Buni faqat ko'z bilan emas, oddiy ruletka bilan o'lchab ko'ring. Yo'lak juda toraysa, bu xavf belgisi. Ikkinchi qadam, uy hujjatlarini aniqlang. Boshqaruv kompaniyasi, uy-joy mulkdorlari shirkati yoki mahalla orqali uyning umumiy reja va foydalanish tartibi bo'yicha ma'lumot so'rashingiz mumkin. Agar siz yangi eshik o'rnatmoqchi bo'lsangiz, avval eshikning qaysi tomonga ochilishi, romning qayerda turishi, umumiy yo'lakka chiqib ketmasligi haqida maslahat oling. Bu sizni keyingi xarajatdan saqlaydi. 3-qadam. Agar eshikni almashtirmoqchi bo'lsangiz, ustaga faqat chiroy va narx bo'yicha emas, xavfsizlik bo'yicha ham talab qo'ying. Ustaga aniq ayting, eshik umumiy yo'lakni to'smasin, rom loyiha chizig'idan chiqmasin. Qo'shni eshik bilan to'qnashmasin, evakuatsiya yo'liga xalaqit bermasin. Shartnomada yoki hech bo'lmaganda yozishmada shu talablarni qayd etib qo'yish foydali. 4-qadam. Agar sizga boshqaruv kompaniyasi yoki tegishli organ eshikni o'zgartirish haqida ogohlantirish bergan bo'lsa, darhol janjal bilan javob bermang. Avvalo yozma asos so'rang. Qaysi talab buzilgan, aynan nimani tuzatish kerak?
Muddat qancha? Bularni bilib oling. Og'zaki gap bilan emas, yozma ko'rsatma bilan ishlang. Shunda siz masalani aniq tushunasiz va keraksiz vahimaga tushmaysiz. 5-qadam. Agar qo'shningizning eshigi sizga xalaqit berayotgan bo'lsa, avval tinch yo'l bilan gaplashing. Masalan, eshigingiz ochilganda bizning chiqishimiz yopilib qoladi. Bolalar aravachasi bilan o'ta olmayapmiz. Favqulodda holatda bu xavfli deb tushuntiring. Agar natija bo'lmasa, boshqaruv kompaniyasiga yozma ariza bering. Arizada manzilni, kvartira raqamini, muammo nimada ekanini, qachondan beri davom etayotganini va qanday xavf tug'dirayotganini yozing. Imkon bo'lsa surat ilova qiling. Eshik ochiq turgan holatda yo'lak qanday to'silishini ko'rsatadigan rasm juda muhim dalil bo'ladi. 6-qadam. Agar umumiy tambur noqonuniy yopilgan bo'lsa, masalani shaxsiy janjalga aylantirmang. Bu umumiy mulk va xavfsizlik masalasi. Boshqaruv tashkilotiga zarur bo'lsa yong'in xavfsizligi bo'yicha mas'ul idoralarga murojaat qilish mumkin. Murojaatda menga yoqmayapti deb emas. Umumiy foydalanish hududi egallangan, evakuatsiya yo'li toraygan, o'tish qiyinlashgan deb aniq yozish kerak. Huquqiy masalada hissiyot emas, fakt ishlaydi. 7-qadam. Agar siz eshikni olib tashlash yoki qayta o'rnatish talabiga rozi bo'lmasangiz, mustaqil mutaxassis xulosasini olishni o'ylang. Ba'zan talab noto'g'ri qo'yilishi ham mumkin. Masalan, eshik haqiqatan ham yo'lakni to'smasligi, qo'shniga xalaqit bermasligi mumkin. Bunday holatda texnik xulosa, o'lchovlar, suratlar va uy rejasi sizni himoya qiladi. Lekin agar muammo aniq bo'lsa, vaqt cho'zish xarajatini oshiradi xolos. Agar siz yangi eshik o'rnatish arafasida bo'lsangiz, kamida quyidagi ma'lumotlarni tayyorlab qo'ying. Kvartira hujjatlari, uyning qavat rejasi bo'yicha mavjud ma'lumot, eshik o'rnatiladigan joyning fotosuratlari, yo'lak o'lchami, qo'shni eshiklar joylashuvi va boshqaruv kompaniyasidan olingan tavsiya yoki javob. Agar umumiy maydonga ta'sir bo'lsa, qo'shnilar roziligi va umumiy mulkdan foydalanish tartibi alohida ko'riladi. Agar sizga nisbatan talab qo'yilgan bo'lsa, talabnomani saqlang. Undagi sana, muddat, imzo, tashkilot nomi va talab mazmuniga e'tibor bering. Eshikni olib tashlang deyilganmi yoki eshikning ochilish yo'nalishini o'zgartiring deyilganmi? Farqi katta. Ba'zan butun eshikni olib tashlash shart emas. Faqat romni joyiga qaytarish yoki eshikni ichkariga ochiladigan qilish yetarli bo'ladi. Shuning uchun talabni aniq o'qing. Agar siz qo'shni ustidan murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, arizaga his-tuyg'u emas, dalil qo'shing. Masalan, kvartira raqami 24 eshigi tashqariga ochilganda yo'lakning katta qismini to'sadi. Eshik ochiq turganda o'tish joyi taxminan 35 sm qoladi. Zambil, bolalar aravachasi va favqulodda evakuatsiya uchun to'siq yuzaga keladi. Holatni tekshirib, qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Mana shunda yozilsa, murojaat aniq va jiddiy ko'rinadi. Men ko'p uchratadigan birinchi xato, odamlar avval qimmat eshik qo'yadi, keyin hujjat va qo'ydan o'ylaydi. To'g'ri tartib aksincha bo'lishi kerak. Avval joyni baholaysiz, keyin talablarni aniqlaysiz, undan keyin eshik buyurtma qilasiz. Aks holda 6 million, 10 million, hatto 15 million so'mlik eshikni qayta kesish, boshqa tomonga ochiladigan qilish yoki butunlay almashtirishga to'g'ri kelishi mumkin. Ikkinchi xato, qo'shnilar indamasa, demak mumkin deb o'ylash. Qo'shni indamasligi ruxsat degani emas. Bugun indamaydi, ertaga shikoyat qiladi. Yoki umuman qo'shni emas. Yong'in xavfsizligi, boshqaruv kompaniyasi, sug'urta holati yoki sud masalani ko'tarishi mumkin. Uchinchi xato, umumiy joyni shaxsiy omborxonaga aylantirish. Kvartira oldidagi yo'lak sizning shaxsiy javoningiz emas. U yerda yonuvchan buyum, eski mebel, qutilar, oyoq kiyimlar to'planib qolsa, yong'in xavfi oshadi. Bitta uchqun, bitta nosoz elektr sim, bitta ehtiyotsizlik butun yo'lakni tutunga to'ldirishi mumkin. 4-xato, ogohlantirishni e'tiborsiz qoldirish. Agar sizga yozma ogohlantirish kelgan bo'lsa, uni javonsiz qoldirmang. Muddat o'tib ketsa, masala jarima, majburiy ijro yoki sud bosqichiga o'tishi mumkin. Eng yaxshi yo'l darhol muloqot qilish, asos so'rash, yechim taklif qilish va hammasini yozma qayd etish. Men bu mavzuda asosiy fikrni aniq aytaman. Kvartira eshigi sizning mulkingiz bo'lsa ham, u umumiy yo'lak, evakuatsiya yo'li va qo'shnilar huquqiga ta'sir qilsa, siz uni xohlagancha o'rnata olmaysiz. Eshik tashqariga ochilishi, umumiy joyini egallashi, qo'shni eshigini to'sishi, zinapoya yoki lift oldidagi harakatni cheklashi jiddiy muammo hisoblanadi. Bunday holatda eshikni majburan o'zgartirish, olib tashlash yoki eski holatga keltirish talabi qo'yilishi mumkin.
Shuning uchun bugun uyga borganingizda eshigingizga oddiy ko'z bilan emas, xavfsizlik nuqtai nazaridan qarang. Agar yangi eshik qo'ymoqchi bo'lsangiz, avval maslahatlashing. Agar qo'shningizning eshigi xalaqit berayotgan bo'lsa, dalil to'plang va yozma murojaat qiling. Agar sizga talab qo'yilgan bo'lsa, hujjatlarni o'rganing. Lekin muammo aniq bo'lsa, uni vaqtida hal qiling. Sizning uyingizdagi eshik qanday ochiladi? Ichkarigami yoki tashqarigami? Qo'shnilaringiz bilan bunday muammo bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu masala har bir ko'p qavatli uyda yashaydigan odamga tegishli.